Qizlar haqida bizni bilib qolgan sekretlar part 2. Agar sizlar qizinglarga, "Hey, tez menga video soобщение jo'natgin" desangiz, dumaloq qilib Telegramdan, u sizga jo'natmayotgan bo'lsa, tipa oldimda adam bor edilar desa, 100 talik u adasi oldida emas. Yo u dugonasinikida, yo qayerdadir ovqatlanib o'tiribdi, yo kinoda kimdir bilan. Agar qizlar, "Voy telefonimni tekshirmen, dugonam bilan, Dilshoda bilan, Ko'rpachagul bilan perepiskam bor" desa, bilib qo'yinglar, u Dilshoda Dilshod, Ko'rpachagul Mamatqul bo'lib chiqishi mumkin. Da! Agar sizni qizingiz kechasi birda ham "Nega uxlamayapsan" degan gapingizga "Uyqum kelmayapti, bilmadim" degan gapni gapirsa, "O qo'van, sen bilan gaplashgisi kelyapti." To'g'rimiz? Agar qizinglar menga rostini ayting deyotgan bo'lsa, bolalar, aldashdan foyda yo'q. O'sha qizinglar haqiqatni bilib bo'lgan bo'ladi. O'tbutki kafega borganingizda qizingiz bilan boshida o'tirgan paytingizdan ozginani o'zchani vilka pichoqlarda mashina chumchudi. Men to'ydim deb qo'yadi-yu. Bilinglar, bir oydan keyin o'tirganinglarda shunaqa moldek qilgan bo'ladi. Qancha sigaretini deyman. Sizlar gaplashayotgan qizinglar, sizlar haqingizda va zapaskalar haqida dugonasi bilan hamma narsani обсуждение qiladi va sizlarni hammalarni klichkalar, ya'ni laqabinglar bor. Bilasizlar, masalan, Ahad aka, Hayat gostinitsa. gostinitsa deydi. Zo'ri manda. Alisher aka Tepakal 7 Sardor aka Gay Amirsoy. Shuni qatib. Zor. Jahon aka Befit. Umid aka Novvoy. Zo'r? Ne Novvoy? Endi qara. Salan ham meni pulim bor, to'g'rimi? Tipada. A buni chiroyi bor, lekin puli yo'q. Qizlarchi, labi o'zi kichkina, labini katta qilish uchunchi pomadani bitida surarga peshalada. Surlaring. Bilimit o'ylaysan. Agarda qizinglarga ertaga nima plan deganinglarda, ertaga men O'zbekchaga borishim kerak, ya'ni salon krasotasiga desa, sizlar bilinglarki, bu tonki namyok shotiga $100-150 tashlashingiz kerak. Bu savremenniy tilanchilik deydi buni. Eshik puflili. Qizlar keladi hozir. Bir vagon qizga. Voy, hali bu makiyaj qilmaganim-u desa, o'sha hali qilmagan makiyajni ham uyga borib 1 soat yuvishadi. Jiza. Bo'lishga qizlar bor-ku. Instagramda o'zining rasmini полный rost qo'ymas ekanda. 3-4 rasmini qo'yar ekan. Mana bitta Sigaretным дыму таял твой силуэт. 10 mingta like qilinglar, bundan jo'skisini chiqaramiz va undan tashqari Batmanni ham olib chiqamiz. Bor 3 ta. Ko'rishguncha.